quruvchi qamalib ketdi. Sud esa uyingizni buzishni buyurdi. Bunday vaziyatga tushib qolmaslik uchun nima qilish kerak? Davlat ommaviy axborot vositalari orqali tinimsiz ogohlantirishiga qaramay, fuqarolarimiz hamon ayrim vijdonsiz quruvchilar tuzog'iga ilinib qolmoqda. Qo'limdagi sud qaroriga ko'ra, quruvchi aslida 12 qavatli turar joy binosi qurishga ruxsat olib, ustiga yana 8 qavatni noqonuniy qurgan. O'zi hozir qamoqda. Sud esa o'sha qo'shimcha qavatlarni buzib tashlashni buyurdi. Hozirda yuzlab odamlar uyidan ayrilish xavfi ostida qolmoqda. Bu uyni olganlarning xatosi shartnomaga, muhrga va pulni bankka to'la degan va'dalarga ishonib quruvchining qo'shimcha qavatlar qurishga ruxsati bormi, yo'qmi tekshirib ko'rmaganida. Shunday achchiq vaziyatga tushib qolmaslik uchun sizlarga maslahatim: hech qachon shoshmang. Hozir internet rivojlangan zamon. Mana bu saytlarga kirib, ular orqali qurilish korxonasining nomini yozib, uning qancha sud ishlari, qarzdorligi va boshqa salbiy holatlari bor yo'qligini tekshiring. Korxona nomini Google'da qidirib ko'ring. Agar ular haqida biror salbiy maqola yoki norozilik bildirilgan bo'lsa, darrov chiqib keladi. Shartnoma imzolashdan oldin advokat yoki huquqshunos bilan maslahatlashib, hujjatlarni birgalikda ko'rib chiqing. Chunki ular har bir xavfni oldindan tekshirib bilib beradi. Bu videoni quruvchidan uy sotib olmoqchi bo'lib yurgan tanishlaringizga yuborib qo'ying. Ular ham kuyib qolishmasin.